Assalomu alaykum hammaga. Bugungi darsimiz atirgul, gafli qog'ozdan atirgul yasash bo'ladi. Bugun shuni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Eng katta pastki qismiga ishlatiladigan katta yaproqlarimizni 20 santimetr qilib kesib olamiz. O'rtadan ishlatiladigan o'rtacha yaproqlarimiz eniga 12 santimetr, uzunasiga 14 santimetr qilib kesib olamiz. Katta yaproqlarni ziyidan ozroq olamiz, tag qismidan, tepasidan sal aylana shaklida qilib kesib olamiz. Ziylarni juda ham nozik harakatlar bilan qo'l ishi ko'p bo'lgani uchun, gafli qog'oz juda ham nozik bo'lgani uchun juda ham ehtiyotkorlik bilan qayirib chiqamiz. O'rta qismini chuqurroq ishlov beramiz, chunki g'unchasiga kirishi uchun, o'rtada g'unchaga kirishi uchun chuqurroq bo'lishi kerak. Ziylari ochilib juda ham chiroyli chiqadi. Men qaychi bilan qayirib ko'rmoqchi bo'ldim, bo'lmadi. Gafli juda ham nozik bo'lgani uchun yirtilib ketishi mumkin ekan. O'zim orzularimdan ikkitasini alhamdulillah amalga oshirdim. Qilayotgan mehnatlarim, Robbimni menga berib turgan barakalari bilan. O'zim gul do'koni ochdim. Ikkinchisi tikuv mashinka oldim. Allohga shukr, ishlarim bo'layapti, nasibaga yarasha. Biroz zilni qiyshayroq kesilgan ekan. Buni ichiga g'unchasini tayyorlash uchun falga qog'oz ishlataman. Buni hali yana alohida ko'rsataman tayyorlashni. O'zi bilan tayyorlab ol. Buni ichkari qismini ko'rsatmoqchi edim. Do'konga xaridorlar kirib qolgani uchun ko'rsata olmadim. Savdo bilan uzib qo'yish kerak bo'lib qoldi. Buni hali yana alohida ko'rsataman. Mana tayyor holati. 18 shoxli shunaqa dekor daraxtim bor edi. Tayyorlaganim, shuni o'rtasiga qo'yib ko'rdim, juda ham chiroyli chiqdi. Juda ham qilgan mehnatimga reaksiya qoldiring, obuna bo'ling. Hammaga rahmat. Yoqqan bo'lsa, like kutaman. Salomat bo'ling. Juda ham chiroyli.